Salom, salom barchaga. Bugun sahar soat 9 da qaynona va qaynotam bilan bozorga yo'l oldik. Chunki bugun mehmon kutamiz. Qaynotamning tug'ilgan kunlari. Barcha bozorliklarimizni qilib, tayyorlab, birinchi navbatda no'xat sho'rva solib qo'ydik. Bizda no'xat sho'rva deyiladi. Barcha sabzavotlarni solib, miltillatib, qaynatib qo'ydik. Juda ham buxoroliklar bu sho'rvani yaxshi ko'rishadi. Somsani esa ovsinjonimga topshirdim. Qo'llarini o'ynatib, qoyillatib, yog'lab qo'ydilar. Bizning oilamizda eng sevimli somsa kadubichakni ham qilib qo'ydik. Tez tayyor bo'ladi. Juda ham mazali. Barchasini tugib, tislaga joylab, pechga soldik. Shunaqa chiroyli somsalar pishib chiqdi. Va medovik tayyorladik. Juda ham oson shirinlik biz uchun. Ayniqsa, goshlari tayyor do'kondan sotib olingan bo'lsa. Faqatgina zavarli krem tayyorladik. Barchasini terib, solib qo'ydim xolodilnikka va oyijonning eng sevimli salatlarini ham tayyorladim. Juda charchab qoldik. Ovsinim bir barmoqlari shaqillatuvdilar. Dasturxon ham tayyor bo'ldi. Chiroyli dasturxonlarni tayyorlab, mehmonlarni kutib olib, ularni mehmon qildik. Chiroyli sho'rvalarimizdan tortdik dasturxonga. Kuni bo'yi tayyorlagan tayyorgarligimiz birpasda tugadi. Yig'ishtirib, ovsinim bilan barchasini birgalikda tayyorladik. Men ham barmoqlarimni bir shaqillatib, idish tovoqlarni yuvib qo'ymoqchi edim. Menda o'xshamadi qizlar, o'zim yuvdim. Bundan oldingi video ham aynan shu kuni olingan edi. Juda charchab qoluvdik. Qizlar, like bosing, obuna bo'ling.